Assalomu alaykum. Tomga maxsus izolyatsion pena quyish jarayoni. Bu pena lombasi haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz yoki bo'lmasam yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustidan ham quyib beramiz. Effekti zo'r bo'ladi. Hozirgi bu obyektimiz ham loy suvoqni ustidan 7 sm qilib quydik. Ko'rib turganlaringiz mana loy suvoq bo'lgan, ustidan quydik. Keyin o'rtacha to'sin tashalgan naveslarga ham bemalol 7-10 sm gacha qilib quysak bo'laveradi. Chunki vazni yengil, loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi vazni. Uyda haroratini ham bir xilda ushaveradi. Qishki kunlarida yuqoridan tomdan issiq chiqib ketmaydi. Yozgi kunida bo'lsa, shiperda issig'ini prям uyning ichiga kirgizmaydi, uy salqin bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab.